oralab ketayotgan shaytonni ko'zi bir bolachaga tushibdi. "Hey bolacha, qayoqqa ketyapsan?" debdi shayton. "Shu toladan o'tib shaharga tushib ketibman" debdi bola. "Ke, birga ketamiz" debdi shayton. "Mayli" debdi bolacha. Shayton aytibdi, "Ke, bir o'yin o'ynaymiz" debdi. "Mayli, qanaqa o'yin o'ynaymiz" debdi bolacha. "Men seni yelkamga o'tkazib olaman. Mani ashulam tugaguncha sen meni yelkangda ko'tarasan, sen ashulang tugaguncha men seni yelkamda ko'tarib yuraman. Bir-birimizni yelkama-yelka ko'tarib shaharga yetib olamiz" debdi shayton. Birinchi bo'lib ko'tarish navbati bolaga tushibdi. Bola shaytonni ko'tarib bir tog' oshib o'tibdi. Shundan keyin shaytonni ashulasi tugabdi. Keyin bolani navbati kelibdi. Bola shunda o'ylabdi, "Mani na ovozim bor, na biror bir she'rni yoki ashulani yodlaganman. Men hech qanaqa ashula yodlashni bilmayman-ku, etolmayman ham" deb o'ylabdi bola. Lekin bolani fikriga ajoyib bir g'oya kelibdi. U nanay nanay, nanay nanay, nanay nanay, nanay nanay deb yo'l bo'yi nanaylab ashula aytib ketibdi va uni ashulasi hech ham tugamasmish. Inson bolasini nanay nanay ashulasi tugaguncha shaharga yetib kelishibdi. Shayton yo'l bo'yi judayam charchabdi. Boshqa inson bolasi bilan o'ynashmayman debdi. Shu kundan e'tiboran o'sha joylarning oti Nanay bo'pti. Hozirgi kunda Nanayda dam olyapti odamlar.